Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz zinhor zolim kimsalarning qilayotgan ishlaridan Allohni g'ofil deb hisoblamang. Faqat Alloh ularni jazolashni ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan kunga, qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos deydi. Hamma yorong'ich bo'lgan vaqtda holatning dahshatligidan bolalarning sochi oqaraydigan bu kunda Alloh jalla jalaluhu nido qiladi. Yana u kunning dahshatidan u kunda payg'ambarlardan boshqa hech kim gapirmaydi. Payg'ambarlarning gapi ham Xudoyim o'zing asragin, asragin, Xudoyim o'zing asragin, asragin bo'ladi. Ona emzaklik borasini qarovsiz tashlab qo'yadi. Ota farzandini unutadi, farzand otasini unutadi. Mehribon ona bolasini unutadi, bola ham onasini unutadi. U kunda kishi yaqinlaridan, otasi-yu onasidan, xotini-yu farzandlaridan qochadi. Bu kunda hamma odamni o'zining ishi boshidan oshib toshib yotadi. Ana o'sha damda hamma o'zim deb qoladi. Hatto payg'ambarlar ham ularning hammalari o'zim deb qolishadi. Faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatim deydilar. Bu ishni men qilaman, men deydilar. Ana o'shanda odamlar bir-birlariga holingizga bir qarasangiz, bizga nima bo'lganiga bir qarasangiz, sizlar uchun Rabbingizga borib shafoat qiladigan biror bir odam bormikin deb qolishadi. Keyin birma-bir payg'ambarlar huzuriga kelishadi. Ana o'shanda hamma bir ovozdan qasamki, Alloh bugun bundan oldin misli ko'rilmagan darajada g'azab qilgan. O'zim mendan boshqaga boringlar deyshadi. Hatto Muhammad sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelishadi. U zotga: "Ya Rasululloh, siz oxirgi payg'ambarsiz va siz Allohning elchisiz. Alloh sizni yaratib butun payg'ambarlardan afzal qildi. Alloh taolo sizning oldingi va oxirgi gunohlaringizni kechirgan-ku. Bizni bu holimizga bir qarang ya Rasululloh. Bizga nima bo'lganini ko'rib turibsiz-ku. Biz uchun Rabbingizga shafoatchi bo'ling" dedilar. Shunda Habib Muhammad sallallohu alayhi vasallam: "Ha, bu ish meniki" deb Rahmon azza va jallaning arshi ostiga keladilar-da, Alloh azza va jalla uchun sajdaga otiladilar. Shunda Alloh tabaraka va taolo u zotga turli maqtov va sanolarni o'rgatib, u zotga oldin hech kimga bermagan ilhomni beradi. Shunda Haq subhanahu va taolo u zotga nido qilib: "Ey Muhammad, boshingni ko'tar, so'ra berilasan, shafoat qilsang qabul bo'ladi" deydi. Habib Muhammad sallallohu alayhi vasallam: "Ey egam, menga shafoat va'dasini bergan eding. Xalqing uchun shafoatimni qabul ayla" deydi. Alloh taolo: "Shafoating maqbul ey Muhammad. Qayt, men ham orangizda hukm etish uchun kelaman" deydi. So'ngra farishtalar saf-saf bo'lib Alloh taologa ta'zim qilgan hollarda kelishadi.